To'g'risi zerikaman deb o'ylamagandim. Shaharda yomonam zerikib ketdim. Menimcha qishloqqa qaytish kerak. Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Kompot yangi videoga xush kelibsizlar. Bola ko'rib turganlaringizda men shaharda yuribman. Shaharda to'g'risi zerikaman deb o'ylamagan edim-da. Shaharda ham zeriksa bo'lar ekan, ey boru. Shahar aylanish keldi, menimcha endi uyga ketaman. Telefon qilib taksi chaqirish kerak menimcha. Uyga ketaman, menimcha zerikib ketdim juda ham boru. Xo'sh. Stop. Men qaysi ko'chadaman? Admin Tower. Adminning binosi-ku. Как раз adminni ham ko'rib ketaman. Kelib qolpam bir qachon kelaman shu bilan bu shaharga. Qani yo'lda mashina yo'q, endi sekin astalik bilan o'tib olamiz. Xo'sh. Endi bo'la admin tower nimaligini bilmasanglar, adminning binosi. Taq ochirayotgancha bu yerda eshik o'zi ochib kirish kerak ekancha. Xo'p. Assalomu alaykum. Admin oldiga kirmoqchi edim. Admin oldi band kirish mumkin emas. Men do'stiman. Do'stlarga kirish mumkin emas. Uning eng yaqin do'stlariga kirish mumkin. U juda ham band bugun. Juda ko'p odam yozilgan joyi yo'q. Endi nimaga shu darajada admin band ekan? Bu shaharga bir kelib qolibman, kirib ketadigan iltimos. Yo'q. Mumkin emas, admin band deb shu darajada nimaga band ekan bu admina? Xullas band, gapni ko'paytirmang. Salom. Cheater, qarang, aqrana. Tez adminni chaqiring, buni haydash kerak. Nimalar deyapsan? Kamot tomin ketib qolganmi? Cheater-ku bu axir. Janob cheater, kirishingiz mumkin adminning oldiga. Yo'qol bu yerdan. Kampa tomin ketib qolganmi? Qanaqasi ziyon yetkazaman? O'zimning eng yaqin do'stimning oldiga kelyapman. Da, eng yaqin do'stingizning oldiga kirishingiz mumkin, cheater. Bo'pti, rahmat. Nima qildingiz? Hozir shuni burningizni oldin o'tkazib chetirra. Adminning eng yaqin do'sti. Ko'p gapiray, bo'lmasam hozir axirani chaqirib haydab yuboraman. O'zi axirasi, xullas. Ko'p gapirmang. Cheater bilan admin qanaqa do'st bo'lishi mumkin? Bu meni ishim emas. Bu yerdan tezda kelganlar yo'qoling. Bu adminning eng yaqin do'sti. Bo'pti, xo'p, mayli. Davay, tez suring bu yerdan. Bo'ling, tezlashing. Mayli, xo'p, ketdim. Baribirda agar cheater hozir ziyon yetkazsa adminga, asab buzyapsiz уже, bo'ldi, joningga gapaman sizga. Asabimni buzyapsiz hozircha. Bo'pti, xo'p, lekin miyamga sig'mayapti. Qanaqasiga admin va cheater do'st bo'lishi mumkin? Bo'lar, rostdan admin cheater bilan do'stmikan, ha? Kommentariy yozib qoldiringlar-da. Bilmayman, admin va cheater do'st bo'lishi mumkinmi? Mayli, rostdan agar admin bilan do'st bo'lgan bo'lsa, men endi bu yerdan ketaman. U juda ham band ekan. Mayli, qishloqqa ketaman unda men bolalar. Afsus. Nima qilsam ekan endi. Mayli, unda uyga ketaman. Yaxshisi tinchgina. Mashina yo'q, yo'ldan sekin o'tamiz. Taksi chaqiraman yaxshisi. Salom mening yaqin do'stim. Cheater, keldingmi? Ha, keldim. Senga shokoladli tort olib keldim. Rahmat. Choy bilan ichib o'tiramiz. Rahmat. Yo'lda kompotni ko'rdim. Kompotni? Da. Menga baqir-chaqir qilib ketsa bo'ladimi? Endi u ham hayron qolganda-da, cheater bilan admin do'st bo'lgandi. Sen endi cheater bo'lgansan. Da, shunaqa baqir-chaqir qilib ketdi. Da. Shunaqa. Jurnal, meni 6 olmam qolmadi. 6 olma berib yuborsanchi admin. Bo'ldi. Hozir 5 sekundda berib yuboraman, Bo'ldi. Okey, rahmat. Lekin do'st bo'lganimizga ishonmayapman. Xo'sh, bolalar. Xo'p, endi men qishloqqa ham yetib keldim. Baribir miyamga sig'mayapti. Qanaqasiga admin va cheater do'st bo'lib qolgan. Hozir cheater agar biron bir rejasi bo'lsa-chi, adminni boshini aylantirib olib do'st bo'lib Minecraftni buzsa-chi. Balki men shunday yomon xayolga borgan bo'lib qolgandirman-a. Mayli, ish qilibdi. Mayli, unda men uyga tinch kiraman. Osmon yaxshi. Demak, cheater hali reja qilmagan. Balki meni miyam aynib qolgandir shu cheaterni shu darajada yomon ko'rib. Nima qilsam bo'ladi? O'yla. Admin va cheater do'stligiga ishonmayapman. Ular endi juda ham qalin do'st. Hozir uyga kirsam, dinamit bor, to'g'rimi? Yo'q, dinamit yo'q. Balkim rostdan cheater yaxshi bo'lib qolgandir. Bo'la. Meni miyamga, aqlimga sig'mayapti, portlab ketyapti. Men hozir adminga qo'ng'iroq qilsam-ekan, davaychi bo'la, adminga qo'ng'iroq qilamiz, ularni choyga taklif qilamiz. Xo'sh, qo'ng'iroq qilamiz. Xo'p, qani go'da ketyapti. Admin ko'tar. Alo. Minecraft administratsiyasi, men bu kompotman. Kompot, nima kelib ketsan eshitdim. Qara, kechki men uyimga kela olasanmi? Men seni choyga chaqiraman. Admin bo'laveramiz. Cheater oldingdami? Ha. Rostdan sizlar do'st bo'ldinglarmi? Da, do'st bo'ldinglarmi? Baya kompotsangiz. Senga ishonmayman, cheater. Choyga bo'lsa boramiz, Ilya. Kompot.
Choyga bo'lsa boramiz unda. Pizza ham bo'lsin. Bo'ldi. Kecha kelinglar unda. Bo'pti, boramiz. Admin bo'pti. Cheater bilan do'st bo'lganingizga hali ham miyamga sig'mayapti. Ishqibda do'st bo'ldim-da, qo'yaver endi. Yaqin do'stimiz, oldin tushunadigan do'stimiz. Xo'p, bo'pti. Admin kecha kelinglar unda. Sizlarni choyga taklif qilaman. Bo'pti. Xo'p. Boru qanday do'st bo'lganiga ishonmayapman bularni. Bo'ldi. Xo'p, bo'pti. Telefonni o'chiraman. Bo'pti. Soat 8 kech ko'rishamiz, ha. Da, seni oldinga teleport berib qilamiz kechga. Teleport. Bo'pti, xo'p. Bo'ldi. Endi ular soat kechga 8 kelgan bo'lsa bo'la. Men esa ularga nimadir shirinroq va ichishga yaxshi narsalar qo'yishim kerak. Menimcha choy bilan pizza pishiraman. Давай shunaqa qilamiz. Bo'ldi. Admin va cheater keladi va ulardan so'rab olaman qanday do'st bo'lib qolishganini. Mayli, men unda tezroq harakatimni qilishim kerak va narsalarni pishirishim kerak. Bo'ldi. Xo'sh, bo'ldi. Sizlarning miyalarga sig'mayapti. Admin va hacker do'st bo'lib qolgan. To'g'ri, cheater bo'ldi. Meni ham miyamga sig'mayapti вообще. Cheaterning balkim yovuz bironta bir rejasi bordir. Shuning uchun adminni xonasiga kirmoqchidir. Xonasidan kirib bironnimadir. Xullasda. Xo'sh, choyni ham damladim. Choyni qo'yamiz bu yerga chiroyli qilib. Pizza ham pishdi. Pizzani ham qildim. Juda ham zo'r ekan. Endi admin bilan hacker kelgan bo'lish kerak. To'g'ri aytasan admin. Da, вообще zo'r. Da. Menga kreativdan bir ikkita narsa olib berib bor. Nima? Ana kompotam chiqdi. Mashinani qaydan oldinglar? Men do'stim uchun, cheater uchun sovg'a qildim. Admin, sen kreativ narsani ishlatyapsanmi? Nima qilibdi do'stim uchun? Bankga kirib ketma tag'in. Men o'zim adminman, o'zim qanday bank qilaman? Mayli, o'zing bilasan, qonun mumkin emasdi. Do'stim uchun hamma narsaga tayyorman. Kreativ narsalar. U sendan foydalanyapti admin. Do'stligimizni ko'ra olmayapsanmi ila? Olmas uchun rahmat admin. Sen kreativdagi hamma narsani olish mumkin emas admin. Bilganimni qilaman. Bu meniki. Bo'pti, xo'p, uni choyga kiringlar. Xullas, menda narsalar bor. Mayli, choyga kiringlar, gapni ko'paytirmasdan. Pizza, men juda ham pizzani yoqtiraman. Hidini zo'rligini. Hamma cheaterlar pizzani yaxshi ko'radi. Adminlar ham yaxshi ko'radi. Men ham yaxshi ko'raman. Mana senga choy, mana senga choy, cheater. Bo'pti, rahmat. Juda ham shirin hid kelyapti. Choyni juda shirin oshyapti. Mana men pizzadan yeb ko'raman unda. Qanday do'st bo'lib qoldinglar? Buni tarixi juda ham uzun. Ishqilib do'st bo'lib qoldik. Oldin dushmanada endi do'stmiz. Tushunarli. Admin, lekin bu sendan foydalanyapti, kreativ narsalar olib beryapti. Admin, eshitma. Cheater, sen xato ish qilyapsan. Admin, sen cheaterga bo'ysunib qo'yapsan. O'ziga o'rgatyapti. Buni yovuz rejasi bor. Yechamda. Yolg'on gapirma. Nimaga uni kreativ narsa oldiryapsan, ha? Ishing bo'lmasin. Admin, bu seni aldayapti, tushunyapsanmi? Aldayotganim yo'q. Mayli, ishqim, men pizzani bitta bo'lagini yeyman. Men ham bitta ye. Tuzni sal pastroq ekan, kompot. Sandig'ning ichidagi tuzni berib bor. To'xta, stop. Sen sandig'ning ichidagi tuzni qaydan ko'ryapsan? Admin, uni chetlari bor, hali ham ko'ryapsanmi? Da, kichkina bitta oddiy chetam bor edi. Shuni o'chirmagan. Bu zarari yo'q, admin. To'g'ri aytyapti, kompot. Admin, sen toming ketib qolganmi? Qanaqasiga to'g'ri aytadi? Cheat ishlatyapti. Cheat ishlatish mumkin emas. Sen ishing cheatlarni ban qilish axir. Axir do'stim-ku, oddiy cheat-ku, Minecraftga zarari yo'q, hech kimga zarar tegmayapti-ku. Admin, sen do'st bo'lib qolib, u bilan ko'zing ko'r bo'pti. Ikkalang ham cheaterga o'xshab qolibsanlar. Kompot, ko'p gapirma. Hozir bo'lmasa seni ham banga tiqaman. Mayli, o'zing bilasan. Admin, u cheatlar bilan o'ynayapti, tushunyapsanmi? Cheatlar bilan o'ynagan odamni banga tiqish kerak deyapman menga. Bo'ldi, kompot, bo'ldi, qilsang bo'ldi, bo'lmasam biz ketamiz bunday to'polonni. Yaxshisi jim o'tir. Admin, mayli, o'zidan ketyapti, yomonam bor, shundoq nima qilishim deyapman, bo'ldi. Admin, meni kompot juda ham xafa qildi. O'zimni yaxshi qilish uchun menga oltin olmalardan berib bor. Bo'ldi. Men hozir komanda yozaman-da va oltin olmalardan beraman. Rahmat, juda ham shirin. Pizzadan ham juda ham shirin bo'ladi, oltin olma. Bo'ldi, bu kreativdan narsa olishga ishlatyapti. Cheater, basharangni och, asal basharangni. Rostini ayt, sen admindan foydalanyapsan. Kompot, bo'ldi, qilasanmi yo'qmi? Admin, u meni asabimga tegyapti. Iltimos, ruxsat ber, men uni uyini buzib tashlay. Da, meni ham asabimga tegyapti. Cheater, mayli, mumkin uyini buzib tashla. Nima, jinni misoli qanaqasi uyini buzib tashlaydi? Toming ketganmi? Meni jahlimni chiqaryapti. Iltimos, uyini buzib tashlang uni. O'zingni bos, cheater. Tushundingmi? Ishing bo'lmasin seni. Admin, qara unga uyimni buzib tashlamoqchi. Sen uchyapsanmi? Da. Admin, ko'ryapsan, unda hali ham cheater bor, uchyapti u. Ko'ryapsanmi deyapman men senga, admin.
Admin qara bizyapti. Ilya kompot to'g'risi haddan tashqari juda ishib qolib ketding. U nechta narsa qilgani yo'q senga axir. Admin qara buzib tashladi. Sen buzuvchi emas, quruvchi bo'lishing kerak-ku. Admin cheater, lekin oshirib yubording-ku. Hech narsa qilmaydi admin, axir o'zi oshirib yubordi-ku. Sen lekin cheatlarni o'chirmaganman deb yuribsan-ku. O'chirmayapman, mayli, bu yerda bitta ko'rsatuvchi pizza qopti. Buni menga berishga bersang kerak, eng yaqin do'stim. Yo'q, men yeyman. Men axir bitta yeganim yo'q-ku. Sen ortiqcha yesang, sevarib ketasan. Nima deyapsan, cheater? Men yemadim, tushundingmi? Sen hali eng yaqin do'stimda bittagina pizzani menga baham ko'rmayapsanmi? Da, men shundayman, ochofatman, meni qornim och, men hech kimga qilaman u payt, tushundingmi? Men sening eng yaqin do'stim desam, sen mening eng yaqin do'stim emas ekansan. Bir dona pizza bo'lagani mendan qizg'anyapsan. Ertaga esa butun Minecraftni yo'q qilasan. Sendagi do'stimdan. Bo'ldi, tushundingmi? Men shundayman, sen ham mening eng yaqin do'stim emas ekansan, tushundingmi? Voy, nimalar qilib qo'ydim. Kompotni gapiga kirsam bo'lar ekan. Nu всё, bo'ldi cheater, jonimga tegding. Men seni banga tiqaman. Nima deyapsan admin? Men yaqin do'stim eding-ku, do'stim eding-ku. Hech qanaqa mendan bir bo'lak pizzani qizg'onding sen. Sen bir bo'lak pizzani qizg'onding mendan, tushunyapsanmi? Kompot gapiga kirsam ekan. Da, men shundayman. Bo'ldi, seni banga tiqaman. Banga yo'qol cheater. Yo'q. Bo'ldi, kompotni topish kerak endi. Kompotni bekor xafa qilib qo'ydim-da. Admin, xato ish qilyapsan-da. Nima qilsam ekan, endi kompot. Admin qo'rqitib meni kechir kompot. Adminni banga, cheaterni banga tiqdim. Nima rostdanmi? Da, u mendan hattoki bir bo'lak pizzani qizg'ondi. Ertaga bundan battar ish qilardi. Meni kechir, iltimos. Mayli, men senga aytganim hatto kech bo'lsa ham tushunganing uchun rahmat. Da, endi bunday bilan do'st bo'lmayman. Ish qilib uni kompyuterxonaga kirgizganmaganmiding? Bir marta kirgizgandim. Ish qilib kompyuterlarni tekshir, nimadir qilgan bo'lmasin. Bu ko'ramiz-da, ish qilib. Meni kechir endi kompot. Kechiraman. Uyimni kim to'g'riladi? Uyingni bitta komanda bilan to'g'rilab qo'yaman. Bo'ldi, uzr, boshqa bunday ish qaytarilmaydi. Mayli, cheaterlar bilan do'st bo'lish xato, buni bilib bo'l. Mayli, kompot, uzr, meni kechir. Bo'pti, xo'p, unda admin o'zi to'g'risi ham adashib ketdim, jahlim chiqqandan. Cheaterlar bilan kecha do'st bo'lmay maslahatim. Mayli, xo'p, kompot. Bo'pti. Unda men esa endi uyingni to'g'rilab qo'yaman seni. Bo'pti, xo'p, rahmat admin. Bo'ldi, bugungi videoda shu admin xato qildi va cheater bilan do'st bo'ldi. Cheater esa oxirida sotib ketdi. Da, kompot aytyapsan. Men hozir sening bitta komanda bilan to'g'rilab qo'yaman. Bo'ldi, sizlar esa hech qachon do'st tanlashda adashmanglar. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan kompot bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Sizlar ham hayotda do'st tanlashda adashmanglar. To'g'ri aytibdi Ilya. Bu adminlarning so'zi. Qanaqa adminning so'zi?